Assalomu alaykum hurmatli mototsikl ishqibozlari. Bugun o'zimga mana shunaqa mototsikl sotib oldim. Yuk tashiydi ekan, 3 oyoqli. Hozirroq remonttalab shu mototsiklda o'sha kamchiliklarini sizlar bilan birgalikda bamaslahat to'g'rilashga harakat qilamiz. Hozirroq motorda kamchiligi bor. Bugungi videomizda asli o'sha havo filtrini, zavodskiy havo filtrini o'sha tozalashini ham yaxshilashga harakat qilamiz. Xabarlaringiz bor, o'zini zavodskiy filtrida mana bu porolon bo'ladi. Gubka orqali o'sha havo tozalanadi. Shu yerda turadi. Hozir men yechib oldim. Ko'rinishini mana shunaqa bo'ladi. Mana shuni qotiriladi o'sha yerga. Mana filtrlari. O'zini porolon filtrlari. Mana buni yangi sotib oldim. Bugun mana shuni qo'yaman. Shu yerga qo'yib, ozroq o'zgartirish kiritib, nima qilganini keyin sizlarga ko'rsataman. Havo filtrini 2 qavat qilib, mana yaqinlashtiramiz. Yaxshilab chekalarini chang o'tmaydigan qilib bekitdim. O'zini juda ham nozik bo'ladi, 1 qavat bo'ladi, bu 2 qavat bo'ldi. Moylab motorni moydan ozroq qo'limni yog'lab olib, mana porolonni ham yog'ladim. Endi chang o'tkazmish kerak endi. Mana shu yerga bitta qotiramiz endi. Mana. Bunday qotiramiz. Rezina ham kesib qo'ydim. Mana rezinani ichki tomonidan qo'yaman. Filtrni qotirib qo'ydim. 2 qavat bo'ldi ichidagi porolon.